Qo'shtepa tumanida insondan insongacha shiori ostida kauching tashkil etildi. Tuman madaniyat markazida tashkil etilgan kauching davomida yangi joriy etilgan ijtimoiy karta, sanatoriyalarga yo'llanma olish imkoniyatlari, nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya texnik vositalari bilan ta'minlash, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun adaptiv sport turlari va boshqa ijtimoiy xizmatlar to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. Kauchingni o'tkazishdan asosiy maqsad ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga xalqchil tilda tushuntirishlardan iborat bo'ldi. Tadbir davomida markaz psixologi tomonidan 12 toifadagi shaxslarga bepul psixologik xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlari to'g'risida ham tushuncha berildi. Shuningdek, fuqarolar ishtirokida trening mashg'ulotlari, turli xil qiziqarli enerjayner o'yinlar o'tkazildi. Faol ishtirok etgan fuqarolarga turli xil sovg'alar tarqatildi.